Salom aziz do'stlar, sizlar NeoCraft kanalidasizlar. Men yangi YouTube kanal ochdim, shuning uchun obuna va like bosib qo'yinglar. Hop, endi biz bitta jitir bizni chaqirtirgan ekan. Siz chaqirtirdingizmi? Ha, men chaqirtirdim. Xo'sh, nima gap? Bilasan, men armiyada ishlaganman oldin. Shu sababli meni tankli mashinam ketdi. Hop. Shuni olib ber. Hop. Qayerda u? Shu haligi eski pochtada. Hop. Uyingiz qayerda? Mana yerda. Anami? Ha, o'sha. Hop, hozir olib beraman. Hop do'stlar, hozir bizni bitta armiyada ishlaydigan odam tankli mashinam keldi debdi. Shuni olib berib, bilmadim, hali garaj ham qurib beramanmi? Ko'ramiz. Bu oldin armiyada ishlab ko'p xizmat qilgan ekan. Gaplarini chalkashib ketyapti. Hop, mana o'sha, voh, ko'rinishidan yomon emas. Zo'r. Meni ko'rish bir umrli orzum bo'lgan. Kech ham tushyapti. Hop, endi qaysi uyi? Mana shu uyi edarishim keyin bo'lsam. Mana shu yerga qo'yamiz. Shu yerga qo'yib qo'ydik mashinasini. Hop, endi qani u? Bu yerda emas ekan. Bu armiyaga borib kelgan jitel qani? Mana. Mashinangizni olib kelib qo'ydim. Ha, mayli, rahmat, Neo. Keyin ertaga menga ham Ketyapsiz? garaj qurib bergan. Mayli, hozir kelib uxlashim mumkin. Hop. Mayli, ertaga garaj qurib bersak, qurib beraveramiz-da. Bizdan nima ketdi? Hop, hozir kelib uxlaylik. Mana meni shinamgina uyim. Hop. Mayli. Soldat jitelni garajni qurib beraman dedim. Eslarda bo'lsa kecha tankni ham olib keldim. Shu sababli endi men garaj qurishga kirishim kerak. Bu yerda daraxtlarga qo'yib qo'ying. Mayli. Birozgina daraxtlar chopamiz. Yetarlicha daraxt chopish kerak garajga. Soldat jitel necha yil xizmat ko'rsatgan deb o'ylaysizlar? Men kecha so'ragandim. 3 yil xizmat ko'rsatgan ekan. Shu sababli shu tankli mashinani jo'natib olishibdi. Bu joyni men hozir to'xtatib turaman, chunki sizlarga qiziq bo'lmasligi mumkin daraxt chopish. Va mana yetarlicha daraxt chopib oldim. Endi men uyimda versakka borib medalat olishim kerak. Ya'ni taxta olishim kerak. Bu yerga taqor qo'yamiz. Va versakka kirib men videoni to'g'ri telefonda chiqaryapman. Keyinchalik kompyuterda ham chiqaraman. Shu obunachilarim ko'payib daromad qilishni boshlaganimda keyin kompyuter ham olaman va sizlarga kompyuterda video chiqarishga harakat qilaman.
Bu meni birinchi videom. Buni videoni boshida ham aytdim. Va ketdik Salajitning uyini yoniga. Salajiti uyi qayerda edi? Ana Salajitmi? Hozir o'tib ketdi. Mana Salajiti. Boshqa kim kiyib oldingizmi? Boshqa kiyim kiyib oldim. Men garajingizni qurgan ketyapman. Mayli, bor quraver, meni hozir boshqa ishlarim bor edi. Hop. Pulini ham berasizmi? Beraman. Hop. Pulini beraman dedi. Shu pullarga uyimga bir ikkita jihozlar olaman. Qayerda edi endi u jitirni uyi? Hozir qidirib ko'ramiz. Mana. Salajitni uyi mana. Hop, garajni mana shu yerga qursak bo'ladi. Shunchalik qilib mashina sig'adigan bo'lishi kerak. Voy, toporimni olib kela olmadim-da hozir. Va mana toporimni ham olib oldim. Endi qurishni boshlasak ham bo'laveradi. Bularni to'g'ri qo'yib yubordim ozgina. Bularni bu yerga qo'yamiz. Shu yerga. Salajiti ham juda yaxshi inson. Har doim menga ham yordamlar berib turadi. Polizlarga ekin beradi va yana boshqa ishlar. Shu sababli men garajni yo'q demasdan qurib beryapman. Hozir videoni to'xtatib turaman. Garajni qurib bo'lgandan keyin ko'rasiz. Va mana garajni qurib mashinani ham olib kirib qo'ydim. Qo'limdan kelgancha qildim. Endi janob Soldat merga aytish kerak. Qayerda ekan u Soldat mer? Mer mana kim edi? Mer deb yurganib qolgan. Soldatga. Mana. Keyin Men qayerga ketyapsiz? Shaqa. Zombilardan qo'yapsiz. Men bilan yotib gaplashasiz. Gapiraver. Garajingizni qurib bo'ldim, shuning uchun pulni berasizmi? Ertaga beraman. Hozir kirib uxla. Xo'p, Soldat, jitil, mayli. Bu yerda zombi ham turibdi. Bugun siz bilan tunab olsam maylimi? Men bilan tunab olishim mumkin. Hop. Men qayerda uxlayman? Bo'ldi, uxlaysan-da, yangam.